0,2 mol etan yonganda 300 kilojoule issiqlik. Etan 0,2 mol etan yongan vaqti 300 kilojoule issiqlik. 0,4 mol propan yonganda 856 kilojoule issiqlik ajralgan bo'lsa, propan 0,4 molida 856 kilojoule issiqlik ajralgan ekan. 1 mol etan yonganda qancha issiqlik ajraladi deb aniqlab olamiz. 302 ga bo'lib qo'ysak, 1500 kilojoule issiqlik 1 molda ajralib chiqadi. Va keyingi qismida 1 mol propan yonganda qancha kilojoule issiqlik ajralib chiqishini aniqlab olamiz. Chiqadi bizda 2140 kilojoule energiya. Xo'p, endi bizda aytyapti, metilen guruhini yonish issiqlik effektini kilojoule taqsim molda aniqlang deyapti. Ya'ni gomologik farqni hisoblashim kerak. Qanaqa bo'ladi gomologik farq? Ya'ni propan minus etan gomologik farq metilen guruhiga farq qiladi. Bu yoqda ham kilojoulelarda xuddi shunday hisoblaymiz. Ya'ni metilen guruhini gomologik farq kilojoulini aniqlash uchun yozib olaman. Propandan ajralgan kilojouldan ayiraman etandan ajralgan kilojoulni. Xo'p, shunda 2140 kilojouldan ayiraman 1500 kilojoulni. Chiqadi bizda 640 kilojoule taqsim mol. Javobimiz A varianti.